qilib majlisxonam bo'pti uka. Magar sen sog' salomat bo'lsang, Xudo xolasa albatta xizmat qilaman degan bir va'dani bergan ekan. Mana bugun va'dasini ustidan chiqib sizlarni xursand qilib turibdi. Shu o'rinda hurmatli hofizimiz majlisxonga ham sog'lik, salomatlik, omonlik tilayman. Bu kishini ham yaxshi kunlarga, to'ylarga yetkazaversin. Jumladan bizni ham shunday ijroiy to'ylarga yetkazaversinki, majlisxonni chaqirib mana shunday bir ikkita ashulani ayttirib, ko'ngillarni xursand qilib, yana bir ishimizga, ijodimizga ishtirok qilaveraylik. To'y yaxshi narsa. Ko'rmaganni ko'rasan, o'lpanlashasan, do'stlashasan, dardingni yozasan. O'zbekning to'yi yaxshi. Iloya hammani to'yga yetkazsin. To'yga xizmat qilmoqlik, mana shu xizmatkorlarni albatta bundan buyon ham qo'ldan kelaversin. Belli bazdan baylab olib, Xudo xolasa to'ylarimiz nihoyatda ko'p. To'ylarga xizmat qilaveramiz inshaalloh. Bu to'yda ertalabdan kelib xizmat qilish lozim edi. O'zimni yaqinim, qarindoshlarim, do'stlarim edi, lekin imkon iloj qila olmadik. Har nechuk bo'lsa hamki yetib keldik. Mana oldlaringga so'zlashib turibmiz. Albatta san'atkorning o'rtoqlar muxlisi bo'ladi. Bir to'yga masalan 1000 odam ishtirok etayotgan bo'lsa, shu 1000 odamning orasida 10 ta 20 ta o'sha san'atkorni tinglaydigan yoki so'z aytuvchini tinglaydigan o'zini muxlisi bo'ladi. Majlisxon ham hammaga yoqavermaydi. Jumladan men ham hammaga yoqavermayman. Muxlislar uchun gapiramiz. Muxlislar uchun albatta biz xizmatga tayyormiz. Boshqalar uchun ham biz tayyormiz. Mana Erdon buvomiz shunday bir ajoyib yoshga kirganlarga qaramasdan hamma to'ylarga ishtirok etib, ayniqsa san'atning shaydosi, so'par qilayotganda san'atning devonasi shu kishiga ham o'rnikani sog'lik, salomatlik, amonlik tilayman Said bu. Hammalaring bardam bo'linglar Xudo xolasa. Nazar solib turibman. Hurmatli bitta akamiz bor, Umrqul Bodiy degan haqiqiy majlisxonchi muxlisi. Haqiqiy, ya'ni haqiqiy deganda juda ham meni a'losi degan tushunchaga tushunasizlar degan umiddaman. Hozir nazar solib turibmiz. Menga Berdiboy aytibdiki, Toshkanboy, Umrqul akamga bir qarab qo'ying. Bir choyni yig'layordilar deydi. Nimaga maza qilgan odam yig'laydi-da, endi ashulaga maza qilgan odam yig'laydi. Shunaqa odamlar borki, endi 100 kalta ursang yig'lamaydi u. Imkoni yo'q uning. Qanaqasin dardi bo'lmasa u nimani yig'laydi? Shuning uchun har bir insonning yuragida dardi, alami bo'lishi kerak. Dard, alam mana bunday to'yga yoziladi o'rtoqlar. Dunyoga bori yo'qni ko'rgan gadodan dard so'rang. Dardi mehnat ostiga yurgan adodan dard so'rang deydi. Bu hamma dardu balodan, ishq dardi oshiq menga, bu yo'lda qaddi dutodan dard so'rang. Bu yo'lda Toshkanboydek joni fidodan dard so'rang deydi. Dardi odam nima qiladi? O'ynalmasa u, kuylalmasa u bechara u. Shuning uchun dard kerak, muhabbat kerak. Mana shu muhabbat so'masin oramizdan. Baxmal opamizga sog'lik, salomatlik, amonlik tilayman. Iloyo bu onamiz, bu opamiz 100 yoshdan badam bo'lsinlar, sog'lik, salomat bo'lsinlar. O'rni kelganda Ergashboyvachcha akamning ham to'ylaring muborak bo'lsin deb qo'yaman. Bilasiz, Ergashboy boy ham juda qadrli, qimmatli, yaxshi odam, zo'r odam, hammaning hurmatiga sazovor bo'lgan yigit. Bu kishiga ham sog'lik, salomatlik tilayman. Iloyo jiyanlarni